Vladimir Putin Rossiyaning 2026-2030 yillarga mo'ljallangan davlat migratsiya siyosati konsepsiyasini tasdiqlovchi farmonni imzoladi. Hujjat qonun hujjatlari portalida e'lon qilingan konsepsiyada 2019-2025 yillarda Rossiyaga migratsiya yakunlari baholangan va keyingi 4 yillik davr uchun maqsadlar belgilangan. Hujjatda migratsiya siyosatini rivojlantirishning maqsadlari, asosiy vazifalari va yo'nalishlari aniq ifodalangan. Unda chet el fuqarolarining kirishi va chiqishini tartibga solish, ularning qonuniy bo'lish shartlari, migratsiya hisobi, vaqtinchalik boshpana berish, shuningdek, Rossiya fuqaroligini olish tartib-tamoyillari bo'yicha to'plangan tajriba aks ettirilgan. Konsepsiyaning asosiy maqsadi bir vaqtning o'zida demografiya, mehnat bozori, xavfsizlik va ijtimoiy madaniy barqarorlik muammolarini hal qilishga qodir bo'lgan muvozanatli migratsiya siyosatini shakllantirishdan iborat. Natijalarni baholash qismida aytilishicha, o'tgan yillarda ishlash uchun kelayotgan xorijliklar soni, jumladan Rossiya bilan viza rejimi amal qiladigan mamlakatlardan kelganlar soni oshgan va 2030-yilgacha bu tendensiya saqlanib qoladi. Bundan tashqari, konsepsiyada qayd etilishicha, an'anaviy Rossiya ma'naviy axloqiy qadriyatlarni saqlash va mustahkamlash bo'yicha davlat siyosati Rossiyaga ko'chib kelishda muhim omil bo'ladi. Biroq Rossiyaning milliy xavfsizligiga yangi chaqiriqlar va tahdidlar paydo bo'lishi munosabati bilan migratsiya siyosati takomillashtirishga muhtoj deyiladi hujjatda. Bu jumladan raqamli xizmatlar, biometriya, nazorat ostidagi shaxslar reyestri va boshqa nazorat choralari yordamida kelganlar ustidan nazoratni kuchaytirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga Rossiyaga ijobiy ijtimoiy aloqalar tizimiga organik ravishda qo'shilishga qodir bo'lgan shaxslarning ixtiyoriy ko'chib o'tishi uchun qulay rejim yaratish kerakligi ta'kidlangan. Hujjat an'anaviy qadriyatlarni baham ko'radigan xorijliklarning Rossiyaga ko'chib o'tishiga ko'maklashishni taklif qiladi. Shuningdek, urush tufayli anneksiya qilingan hududlardagi uylarni tark etgan ukrainlarni qaytarish reja qilingan. Bu konsepsiyani amalga oshirishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rsatilgan. 2030-yilgacha bo'lgan migratsiya siyosati orqali Rossiyada migrantlar va chet el fuqarolari, jumladan voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilik darajasi pasayishga erishish maqsad qilingan. Umuman, konsepsiyadan ko'zlangan natijalar quyidagilar: keluvchilar orasida an'anaviy qadriyatlarni baham ko'ruvchilar ulushining o'sishi. Konsepsiya Rossiya Federatsiyasiga ko'chib kelayotgan chet elliklar orasida Rossiya jamiyatining madaniy, tarixiy va ma'naviy ko'rsatmalarini tan oladigan va qabul qiladigan odamlar sonini ko'paytirishga qaratilgan. Migrantlar farzandlarining ta'limi, migrantlarning farzandlari maktablarga qatnash va ta'lim tizimidan chetda qolmasligiga katta e'tibor qaratish ko'zda tutilgan. Migrantlarning ishlamaydigan va o'qimaydigan oila a'zolari uchun cheklovlar. Agar ular moslashish dasturlariga kiritilmagan yoki ijtimoiy foydali tadbirlarda ishtirok etish tashabbusini ko'rsatmagan bo'lsa, ham ishlamayotgan, ham o'qimayotgan migrantlar oila a'zolarining Rossiyada qolishini cheklash bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Etnik anklavlar va marginallashuvga qarshi kurash. Hukumat bir xil etnik kelib chiqishga ega bo'lgan migrantlarning ijtimoiy izolyatsiya va ziddiyatlarni kuchaytirishi mumkin bo'lgan hududiy konsentratsiyasiga to'sqinlik qilmoqchi. Raqamlashtirish va biometriya. Konsepsiya migratsiya nazorati, hisobga olish va hokimiyat organlarining o'zaro hamkorligi tizimiga axborot texnologiyalari va biometrik yechimlarni keng joriy etishni nazarda tutadi. Bu jarayonlarning shaffofligi, samaradorligi va ishonchliligini oshirishi kerak. Noqonuniy migratsiya va jinoyatchilik darajasini kamaytirish maqsadli vazifalardan biri. 2030-yilga borib Rossiyada qonuniy asossiz bo'lib turgan xorijliklar sonini sezilarli darajada kamaytirish, shuningdek, migrantlar ishtirokidagi jinoyatchilikni kamaytirish maqsad qilingan. Xorijiy talabalarni jalb qilish. Konsepsiyada gumanitar va intellektual almashinuv strategiyasining bir qismi sifatida Rossiya oliy o'quv yurtlarida xorijiy talabalar ulushini oshirish ko'zda tutilgan. Fuqarolikka ega bo'lishni soddalashtirish, integratsiyadan muvaffaqiyatli o'tgan, mamlakatda bo'lishning qonuniyligini isbotlagan, rus tilini bilgan va jinoiy to'siqlar yo'q bo'lgan migrantlar uchun Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olishning yanada moslashuvchan yo'llar belgilangan. Xalqaro migratsiya hamkorligi. Rossiya rejalashtirish, tartibga solish, ma'lumotlar almashish va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish maqsadida boshqa davlatlar, ayniqsa mustaqil davlatlar hamdo'stligi va yaqin xorij bilan hamkorlikni faollashtirish niyatida.
Eslatib o'tamiz, 13-oktyabr kuni Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin 2025-yil 5-fevraldan boshlab noqonuniy muhojirlar reyestri ishlay boshlaganidan beri migratsiya qonunchiligini buzgan 35 mingga yaqin kishi Rossiyadan chiqarib yuborilganini ma'lum qilgandi. Shu bilan birga uning aniqlik kiritishicha, Rossiya hududida noqonuniy bo'lib turgan muhojirlar to'g'risidagi ma'lumotlar bazasida 1-sentyabr holatiga 770 ming kishi ro'yxatga olingan. Ularning ichidan bir qismi ayollar va bolalardir. 11-sentyabrda noqonuniy migrantlarga nikoh va ajrashishlarni ro'yxatdan o'tkazish, bolalarni bog'cha va maktablarga joylashtirish, guvohnoma olish, transportni boshqarish va hisob raqamlarini ochish taqiqlangan edi.